Assalomu alaykum. Bugun o't tosh kasalliklari haqida gaplashamiz. O't tosh kasalligi, o't toshi bu o'zi nima? O't toshi bu jigar tomonidan ishlab chiqarilgan va o't tufagida yig'ilgan qattiq moddalar, kalsiy, xolesterin va bularning aralashmasidan hosil bo'lib qolgan toshlar hisoblanadi. Bu toshlar o't tufagida yoki o't yo'llarida paydo bo'lishi mumkin. O't toshini o'zi 3 ta turi bo'ladi. Xolesterinli toshlar va xolesterindan tashkil topgan bo'ladi. Bilirubinli toshlar va aralash toshlardan iborat bo'ladi. O't toshining asosiy sabablari o't tarkibining o'zgarishi, ya'ni xolesterinning miqdori ko'p oshib ketishi, semizlik va genetik omillar, ya'ni irsiyat bo'lishi mumkin. Diabet va qon tomir kasalliklari ham ayniqsa bu xavfni juda oshiradi. O't toshining belgilari odatda unchalik bilinmaydi, lekin ayrim bemorlardagina o'ng qovurg'alar ostida og'riq, u narsa ayniqsa og'riqning yelkaga berishi bilan birgalikda kechadi. Bundan tashqari qusish, ko'ngil aynishi va teri sarg'ayishi kabi belgilar ham qo'shilib borishi mumkin. Agar o't toshini biz o'z vaqtida davolamasak, u o't yo'llariga tiqilishi mumkin yoki o'tkir xolestistit kabi kasallikni keltirib chiqarishi mumkin. Bu kasallik ko'proq ayollarda uchraydi erkaklarga nisbatan, chunki ularda gormonal fon bilan bu narsa bog'liq. Bundan tashqari 50 yoshdan oshgan bemorlarda va tez vazn tashlagan bemorlarda ham bu narsa o't tosh kasalliklari ko'proq uchraydi. Tekshiruvlarda ultratovush tekshiruvi orqali biz xavfsiz va tez aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari yana ham aniqroq tekshirish maqsadida kompyuter tomografiyasi va magnit rezonans tomografiyani usullaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. O't tosh kasalliklarini eng yaxshi davolash bu xirurgik yo'l bilan o't qopini olib tashlash hisoblanadi. Ba'zan foyda berishi mumkin dori-darmon bilan ham o't toshni eritish yo'llari. Lekin bu kamdan kam effektli bo'ladi. Laparoskopik usul eng zamonaviy va yaxshi usul hisoblanadi, chunki bemorlar bu jarayondan keyin tez tiklanishadi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.